Yanında kız ballarımız için 69.000 so'mdan. Gelin göynekler. Assalomu alaykum Said qobdoshlari. Yaxshimisizlar? Qahramonlar, kayfiyatlar zo'rmi? Bugungi video rolikimizda Urganch shahrida bo'lib turgan navbatdagi yangiliklardan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladigan Simba Kids do'koni o'zini yangi do'konini, ikkinchi filialni ishga tushirdi. Shu munosabati bilan ochilish munosabati bilan detskiy kiyim-kechaklari super chegirmalar aksiyalar bo'lib turibdi obunachilar. Video rolikimizni to'liq oxiridan ko'ringlar, sizlar uchun manfaatli ajoyib video rolik bo'ladi xudo xolasa. Videomizni boshlashimizdan oldin esa bizning kichkina ijodimizni qo'llab-quvvatlab, bir like bosib, kommentariy yozish yoddan chiqmasin. Simba Kids do'konining ikkinchi filialini manzilini tushuntirib beradigan bo'lsam, Urganch Raycenter buyum bozori oldimizda obunachilar. Urganch Raycenter buyum bozorining orqa tarafida Uzgazoil zapravkasi joylashgan. Qo'lim bilan ko'rsatib turibman. Shuni chap tarafida Optim Bozor Turkiya do'konining